Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda simdan yasalgan kubni qarshiligini hisoblashni o'rganamiz. Ya'ni bizlarda biror bir simlardan bir-biriga ulab kubik yasab oladigan bo'lsak va har bir simimizni qarshiligi r ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana shu kubimizni qarshiligi nimaga teng bo'lishi kerak? Hozirga qarayotgan holatimiz bu katta diagonallarini uchlariga nisbatan qarayapmiz deb o'ylashimiz kerak. Katta diagonallarga nisbatan. Bu masalani ishlatgan paytda shunday fikrlardan borishimiz kerakki, hozir bu nuqta va bu nuqtaga nisbatan kubigimiz umumiy holatda simmetrik deb aytishimiz mumkin. Simmetrik deyotganimiz, agar bunga mana bu tekislik bo'yicha qaraydigan bo'lsak, shunday tekislik bilan kesib oladigan bo'lsak, buni bu tarafi bilan bu tomoni ikkovi bir-biriga bir xil deb aytishimiz mumkin. Va mabiyadan i tok oqib kelyapti deb o'ylaydigan bo'lsak, uchta sim orqali ketyapti. Mana bu sim orqali tokimiz ketyapti, bu simimiz orqali ketyapti, bu simimiz orqali ham ma'lum bir tok oqishni boshlaydi. Bu toklarni masalan belgilab qo'yishimiz mumkin. Mana bundan oqayotgan tok i0 bo'lsa, i0 bo'ladigan bo'lsa, mana bundan oqadigan tokimiz ham xuddi shuncha bo'lishi kerak. Sababi bu sim bilan bu sim hech qanday farqi yo'q. Hozir buni kubligimizni bunday burib qo'ygan paytimiz bu sim bu yoqqa qarab kelib qolgan bo'ladi. Bu sim esa bu yoqqa kelib qolgan bo'ladi. Demak, o'z-o'zidan bundan ham oqib o'tadigan tokimiz i0. Ya'ni simlarimizni agar yo'liga e'tibor qiladigan bo'lsak, mana bu simdan borib ikkiga bo'linib, mana tarmoqlar yana ikkiga bu yoqqa keladi yoki mana simimizni ham davom ettiradigan bo'lsak, sim bu yoqqa kelib turib, yana ikkiga bo'linib, mana bu ikkita sim orqali o'tib, keyin yana bu yoqqa kelishi mumkin. Mana bu simdan ketayotgan paytda yana ikkiga bo'linib, yana bunga kelishi mumkin. Ya'ni hammasini yo'li bir xil. Tok uchun yo'llar bir xil bo'ladigan bo'lsa, demak tokimizning qiymati barcha simlardan teng deb aytsak bo'ladi. Bunda i0 tok, bundan ham oqib o'tadigan tokimiz i0. Bundan ham oqib o'tadigan tokimiz i0 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni barcha simlarimizda oqib o'tadigan tok bizda teng. Buni o'z aslida 3 ta i0 i ga teng deb aytsak bo'ladi. Lekin bizlar faqat hozir qarshilik topmoqchi bo'lyapmiz, tokni emas. Shunchaki i0 bilan belgilab qo'ydik. Bunda mana bu nuqtadagi potensialimizni F1 bilan belgilaydigan bo'lsak, ya'ni kirishidagi potensialimiz F1 bo'ladigan bo'lsa, mana bu simlarimizdagi potensiallar ham hammasida bir xil bo'ladi. Ya'ni mana bu nuqtadagi potensial, mana bu nuqtadagi potensialga, mana bu nuqtadagi potensialga teng bo'ladi. Sababi tok bir xil oqsa simdan qarshilik bir xil bo'ladigan bo'lsa, kuchlanishning qiymati i0 ko'paytirilgan r formula bo'yicha hisoblanishi mumkin. Har bir simga tushayotgan kuchlanish. Kuchlanish nima bu? Kuchlanish bu potensiallar ayirmasi. Ya'ni bu yerda F1 bo'lsa, bu yerda F2 bo'ladigan bo'lsa, demak bu yerda ham F2 bo'lishi kerak. Mana bu yerda ham F2 bo'lib qolishi kerak deymiz. Demak, bu yerdagi potensiallarni belgilab qo'yaman. Potensial Fx bilan belgilaylik. Mana bu yerda ham potensialimiz Fx, mana bu yerda ham potensialimiz Fx. Bir xil tok oqqandan va qarshiliklar tengligidan kelib chiqyapti. Endi bu yerda bu tarafda ham xuddi shunday nuqtalarni ko'rsatish mumkin. Masalan, simmetriklik shartidan mana bu va mana bu va mana bu nuqtalarda ham potensiallar o'z-o'zidan teng bo'lishi kerak. Ko'rsatayotgan nuqtalarimiz. Bu yoq Fx shtrix deb yozib qo'yaylik. Mana bu yerda ham Fx shtrix deb yozaylik. Mana bu yerda ham Fx shtrix deb yozib qo'yaylik. Mana shuni belgilab qo'yadigan bo'lsak, endi qo'shimcha bitta fikr kiritamiz bu yerda. Masalan, biz mana bu sim bilan mana bu simni ulab qo'ysak bir-biriga, bu sim orqali tok oqib o'tadimi desa, tok oqib o'tmaydi deymiz. Sababi bu yerda potensial Fx bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham potensialimiz Fx bo'ladigan bo'lsa, ikkovini potensiali bir-biriga teng. Kuchlanish 0 degani ushlardi. Agar kuchlanish 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, demak aytishimiz mumkinki, bu yerda tok oqmaydi. Demak, simni uladikmi, ulamadikmi hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Agar biz mana bunday ulaydigan bo'lsak ham hech qanaqa o'zgarish sodir bo'lmaydi bu yerda. Demak, mana bu simlar hech qanaqa zarar yetkazmaydi bizning sxemamizga. Qarshilikda o'zgartirmaydi deb o'ylaymiz. Sababi ulardan mana tok oqmaydi. Xuddi shunday fikrda yuqoridagilar uchun ishlatadigan bo'lsak, ya'ni mana bu simlar bilan mana bu yerda ham simlar bilan ulab qo'yadigan bo'lsak, o'z-o'zidan bu bilan bu ham ulangan deb o'ylaymiz. Endi agar fikrlaydigan bo'lsak, bizlar buni ushlab turib, yaxshilab bunday tortsak, mana buni ham ushlab, bu simlarimiz hammasi bir-biriga ulangani uchun yaxshilab tortadigan bo'lsak, mana bu uchovi bitta tugunga qo'shiladi. Mana bu uchovi ham bitta tugunga qo'shiladi.
Buni tasavvur qilish uchun kubikni salgina o'zgartirilgan holatdagi variantini chizamiz. Agar mana bu narsa ham kubik ekanligiga ishonadigan bo'lsak, kubikni faqatgina yonboshroq holatdagi chizmasi. Biz aytyapmiz, mana bularni bir-biriga ulaymiz deyapmiz va mana bularni bir-biriga ulab qo'yamiz deyapmiz. Agar bularni bir-biriga ko'rsatilgandek qilib ulaydigan bo'lsak, demak mana bu 3 ta simimiz quyidagicha ulanish hosil qiladi. Mana bu yerda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta simimiz bor. 6 ta simimiz quyidagicha ulanib qoladi. Bu yerda yana 3 ta simimiz bor. Qanday ko'rsatishimiz mumkin? Bu sxemamiz bizda juda sodda bo'lib qoldi. Mana agar har bir r dan bo'ladigan bo'lsa, bular parallel bir-biriga. Demak, buni r taqsim 3 ga almashtirsak bo'ladi. Bular hammasi r dan deb oladigan bo'lsak, r taqsim 6 ga almashtirsak bo'ladi. Buni esa r taqsim yana 3 ga almashtirsak bo'ladi. Hammasi bir-biriga ketma-ket bo'lgani uchun hammasini bir-biriga qo'shib qo'yishimiz ham mumkin. Ya'ni 5r taqsim 6 ko'rinishidagi qarshilik bizda chiqayotganini deb o'ylaymiz. Aynan katta diagonallarga nisbatan agar kubni hisoblamoqchi bo'layotgan bo'lsak. Lekin kubikning boshqa holatlari ham bor. Masalan, shu kubikimizni chizadigan bo'lsak, kubik turibdi. Kubigimizni mana bu nuqtasiga nisbatan va mana bu nuqtasiga nisbatan umumiy qarshilikda hisoblab topishimiz kerak ekan. Ya'ni mana bu yerda i tok oqib kelayotgan bo'lsa, bu yerdan o'sha tokimiz umumiy holatda chiqib ketyapti deymiz. I tok bilan. Xo'sh, nima fikr berish mumkin bu yerda? Bu yerda ham mana bu yerdan kelayotgan tokimiz 3 ga bo'linib o'tadi. Qandaydir qismi bu yerdan, qandaydir qismi bu yerdan, qandaydir qismi bu yerdan oqib o'tyapti. Chizmani yaxshiroq tasavvur qilishimiz uchun salgina boshqacharoq chizib olishimiz mumkin kubigimizni. Agar kubigimizni quyidagicha tasvirlaydigan bo'lsak, bunday holatda tasvirlab oladigan bo'lsak, bu hozir qilgan ishimiz mana buni aynan qirraga nisbatan ko'tardik deb o'ylasak bo'ladi. Qirraga nisbatan ko'taryapmiz. Agar qirraga nisbatan ko'taradigan bo'lsak, bu yerda mana bu yerdan oqib kelayotgan tokimiz i bo'ladigan bo'lsa, demak bu tokimiz 3 ga bo'lib ketyapti. Bu yerdan ma'lum bir qismi, bu yerdan ma'lum bir qismi, bu yerdan ma'lum bir qismi. Lekin mana bu ikkita yo'l bir-biriga simmetrik ekanligini bilish qiyin emas, qaranglar. Mana bu simdan kelayotgan tokimiz bunday o'tib, mana hammasi bir xil qaytib keladi. Mana bundan ham kelayotgan simimiz. Bunday kelyapti tokimiz, ya'ni 2 ga bo'linib, xuddi o'shanday, ya'ni agar yonboshdan ko'rsatadigan bo'lsak, tok bunday kelyapti, ikkovi chiqib, ikkovi bunday ham to'g'ri bo'lyapti yoki tepaga chiqib turib, ikkovi bir xil ketyapti. Agar yo'llar simmetrik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana bunaqasiga tekislik bilan kesish imkoniyatimiz bo'lganda edi, bu tomon bilan nark tomon bir-biriga akslangan bo'ladi. Shuning uchun ham aytishimiz mumkinki, mana bu simimizdan qancha tok oqadigan bo'lsa, mana bundan ham xuddi shuncha tok oqishi kerak. Bundan oqib o'tadigan tokimiz salgina boshqacharoq bo'ladi bizlardan. Sababi yo'li yaqinroq bo'ladi. Tok ko'proq oqib o'tadi deb aytishimiz mumkin. Agar bu yerdan tok va bu yerdagi tok bir xil bo'ladigan bo'lsa, mana bu fikrdan foydalanib, agar bu yerdagi potensialimiz phi 1 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdagi potensiallarimizni phi x bilan belgilasak, mana bu yerdagi potensialimizni ham phi x bilan belgilab qo'yamiz. Xuddi shunday narsani mana bu ikkita tugun haqida ham gapirishimiz mumkin. Demak, mana bu yerdagi
Potensial phi x shtrix bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdagisi ham phi x shtrix deb aytishimiz mumkin. Lekin ularni bir-biriga hozir ulab qo'yishimiz ham mumkin. Quyida ko'rsatilgandek. Agar ularni bir-biriga ulab qo'yadigan bo'lsak, demak, yaxshilab tortsak bir-biriga qarab, demak, ikkovi bir-biriga yopishadi, bu ikkovi ham bir-biriga yopishadi. Chizmamizni soddalashgan holatda chizib chiqamiz. Aynan mana shu chizmamizni. Unda tortgan paytimizda mana bu sim bilan mana bu sim bir-biriga parallel bo'lib qoladi, ya'ni mana bunday shakl. Mana bu sim bilan mana bu simimizga e'tibor qiladigan bo'lsak, bularda ham past ulangandan keyin o'z tepasi ulangan turibdi. Mana bunday holat keladi. Tepada simimizni o'zi turibdi. Esdan chiqarib yubormaymiz mana o'rtadagi ikkita simni. Bularni uchlarini tutashtirgan paytimizda ikkovi ham bir-biriga parallel, pastdagi simimizni ham esdan chiqarmaymiz. Mana sim keldi bu yoqqa, mana bu kirishdi. Bu tarafida mana bu bilan bu simimiz ham bir-birini agar uchlarini ulaydigan bo'lsak, parallel holatda ulanib qoladi deymiz. Mana bu simimiz bilan bu simimiz ham bir-biriga parallel tarzda ulanib qolyapti deymiz. Demak, umumiy holatda mana shunday sxemamiz bizlarda hosil bo'ldi. Tekshirish uchun albatta sizlarda nimadir qolib ketishi mumkin. Tekshirish uchun ko'pni 12 ta qirrasi borligini hisobga olish kerak. 12 ta qirra bormi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Demak, bu yerda boshdan boshlaydigan bo'lsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta. Demak, 12 ta qirrani hammasini ishlatdik. Agar 10 ta chiqadigan bo'lsa, demak, ikkitasi qaydadir sizlarda qolib ketgan deb o'ylashimiz mumkin. Endi bu sxemani soddalashtirish uchun mana buni qarshiligini e'tibor qilamiz. Bu r bo'lsa, bu r bo'lsa, demak bu r taqsim 2 deyishimiz mumkin. Mana bu ham r taqsim 2 deyishimiz mumkin. Mana buni qarshiligi esa r ga teng deyishimiz mumkin. R taqsim 2, R bilan R taqsim 2 bir-biriga ketma-ket ulangan uchun mana bu zanjirimizda umumiy qarshiligi, ya'ni tepani o'zi 2R deb aytishimiz mumkin. Tepa 2R, mana bu R taqsim 2, ya'ni R taqsim 2, R taqsim 2, R. Demak, sxemamiz soddalashgan holatda. Tepani bitta 2R lik qarshilikka almashtiramiz. Mana bularning hammasini o'rtada bitta R taqsim 2 turibdi. Bunga parallel tarzda mana bu ham R taqsim 2, bu ham R taqsim 2. O'zimizga tanish bo'lgan aynan qarshiliklar ko'rinishida belgilab chiqyapmiz. Simlarni. Mana bu yerda pastda faqat R qarshiligi o'stiribdi. Demak, bu sxemamizni hozir dastlab buni ishlaymiz, ikkovini. Ishlatgan paytimizda parallelda umumiy qarshilik ko'paytmani yig'indiga nisbati bo'lishi kerak. Ko'paytmani yig'indiga nisbat deganimiz bu yarim, bu 2. Ikkovini ko'paytsak R taqsim 2 yarim bo'lishi kerak deymiz yoki 2 taqsim 5 deb olishimiz mumkin. Demak, mana bu qarshiligi 2 taqsim 5 R. 2 taqsim 5 R'imiz bular bilan ketma-ket ulanganligiga e'tibor qiladigan bo'lsak, R taqsim 2 bilan R taqsim 2 umumiy holatda R deb beradigan bo'lsa, uni bunga qo'shgan paytimizda buni 0.4 sifatida tasavvur qilishimiz ham mumkin o'zi aslida. 0.4 R deb oladigan bo'lsak, ko'paytmamiz, yig'indimiz umumiy holatda 1.4 bo'ladi. Mana bu elementimiz bularga parallel turibdi deymiz. Shuning uchun 1.4 ni R ga ko'paytirib bo'lishimiz kerak. Buni qiymati oxirida umumiy holatda A va B nuqtalar orasidagi qarshiligimiz 1.4 R ni 2.4 ga nisbati deb olishimiz mumkin ekan. Albatta buni tepani ham pastini ham 5 ga ko'paytirib yozib qo'yishimiz mumkin. 5 ga ko'paytirib yozadigan bo'lsak, qiymati 7 R taqsim pastda 12 bo'lagan deymiz. 12. Demak, 7 R taqsim 12 qarshilikka ega bo'lagan. Albatta, bizda bitta qarshiligimiz bu yerda qolib ketdi. Masalan, ko'pni mana bu nuqtasi bilan mana bu nuqtasiga nisbatan ham umumiy qarshilikni hisoblash so'ralishi mumkin. Aynan mana shu yo'nalishda borib turib, narxga qarshilikni o'zing hisoblab ko'rishlaring mumkin. Menimcha shu bilimni o'zi yetarli bo'ladi, agar yaxshi tushungan bo'lsalaring.